cho'ntagimda pulim qolmadida. Iloji bo'lsa bolalarim ochida 4 dona somsa bering. Mayli, g'oz pishadi. Yangi yil arafasi kredit uzgandim, shunga umuman mablag'im qolmagan. Pulim bo'lsa albatta tashab ketaman, xolajon. Yetadi xolajon, 4 farzandim to'ysa bo'ldi. Rahmat xolajon. Pulim bo'lish bilan tashab ketaman, xolajon. Rahmat. Xo'p. Yuragimning dard tolasi, qalbimning mungli nolasi. Assalomu alaykum. Xola yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Boringizga shukr. Qani bitta bag'rimga bosing onajon, boringizga shukr. Qalaysiz? Xudo xolasa bu pul ehson emas, sizga hadya inshaalloh. Oling. Ko'zlarim sog'inch jalasi. Ona Azizlar, bu hozirgi sahna hech qanday uyushtirilmagan inshaalloh. Haqiqatdan ham Somsachi xola, o'zi ismingiz nima? Mukarram xola. Mukarram xolam haqiqatdan ham inson ekanlar. Xudoyim endi menga dard beribdi. Oyoq qo'lim uzatib beraman. Hamma qo'qyapti, qo'qmayapman. Alloh yoniga ketaman men, tayyorman. Mayliga dedim. Mana kichkinamni reanimatsiyada chiqqanman-da. O'zi doim kasal bo'lib yuraman, lekin ishga o'zim bag'ishlayman, chalg'iyman deb. Payg'ambarimiz shunga kirganlar. Nihoyatda chiroyli libosda. Hech kimga aytmaganman buni, bir ikkitani shunaqa yaltiroq oq usti ochdi ekanlar. Kichkinagina hujrachada, ishonasizmi? O'zlarini nihoyatda chiroylilar, lekin kulbalari oddiy. Hali somon suvoqlarimiz bo'ladi-yu. Ashnaqada minday paxsacha, asha joy o'rinlar ekan, yotar ekanlar. Shappa bordim tayyorladim. Men mashta, mana mashta qolaman desam, yo'q dedilar. Onajonimning joylari dedilar. Shuni meni nima qilib olib chiqib qo'yib, mundaq qilib dalata yenglardan shunday narsani pichoqsiz hech narsasiz uzib berdilar-da. Shuni ustimga tashab qo'ydilar. Shunaqa chiroyli hali oppoq nima, ashunda chiqib hayotga qaytdim, yashadim. Azizlar, xolamizni ijtimoiy tarmoqlarda barchalar ko'rgansizlar. Shu somsa sotib inshaalloh uy olaman deb harakat qilishyapti. Mana shu pechda somsa pishadi. Nechta pech somsa chiqadi? 20 tasi. 20 ta. Bunizgachi? Bunga 25 tasi. Necha minutda tayyor bo'ladi ikkala somsangiz? Ba'da yarim soat, 1 soat ketsa, ba'da 1 soatda pishadi. Bitta yaxshi saxiy insonlar bu pechni ham olib berishdi. Alloh rozi bo'lsin. Bularni somsasini sotib olganimiz bilan biz bularni uyli qila olmaymiz-da. Shuning uchun iltimos qilamanki, mana shu videolarimizni 5lab, 10lab do'stlaringizga tarqatib, quyidagi nomerlarni yozib qolaman, aloqaga chiqib shu onamizni uyli qilaylik va onamizni Instagram sahifasiga obuna bo'lib oling. Xudo xolasa juda ham go'zal bo'ladi. Inshaalloh bitta insonning hayotini tubdan o'zgartirgan bo'lamiz.